Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda o'tgan bir hafta jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga aloqador muhim voqealardan ma'lumot beramiz. Men Erkin. Xitoy raisi Xi Jinpingning Amerika ziyarati munosabati bilan 23-sentabr Amerika Davlat Majlisida chaqirilgan yig'inda so'z qilgan Robiya Qadri xonim Xitoyni diniy erkinlikni buzg'unchilik qilishni to'xtatishga chaqirdi. Amerika Xalqaro Diniy erkinlik komitetining mas'ul xodimi Teyna Mofort xonim riyosatchiligidagi axborot yig'inida Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Jungo yordam jamiyati, Xalqaro Tibet harakati va Amerikadagi Xitoy xristian diniy zotlar bayonot berdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Robiya Qadri xonim bayonotida ogohlantirib, Prezident Obama bu qitim Xi Jinping bilan ko'rishganda kishilik huquq, diniy erkinlikni nuqtaliq keskin o'tirg'i qo'ymasa, bu Xitoy hukumatining kishilik huquq, diniy erkinlikni bostirish harakatiga yeşil chiroq yiqishdek xato signal berdiganligini ko'rsatdi. Bu yig'indan 5 kun ilgari Amerika Davlat Majlisining Jungo ishlar komiteti guvohlik yig'ini chaqirib, Obamani kishilik huquq masalasida Xi Jinpingga qattiq qo'l bo'lishga chaqirgan. 24-sentabr atiganda bu yillik qurboniyat dunyoning har qaysi joylarida qutlaqlandi. Muhaciratdagi Uyg'urlarmo et namozini o'zlari yashayotgan davlatlardagi Uyg'ur, Turk va boshqa musulmon jamoatlari bilan birga o'qishdi. Ko'plagan g'arb ellaridagi Uyg'urlar o'z oldiga jamoat bo'lib tashkillanib, ro'zitlik namozlarni Uyg'ur imomlarga iqtido qilib o'qidi. Amerikaning Virginia va atrofidagi shaharlardan kelgan Uyg'urlarmo 24-sentabr atiganda etlik namozini bir yerga jam bo'lib o'qidi. Uyg'ur diniy zot Nurdin Hojimning imommatchiligida o'qilgan namoz va namozdan keyingi duolar Uyg'ur jamoatini hayajonga soldi. Dualarda Uyg'urlarning milliy diniy haqlari uchun shahid bo'lganlarning ro'yiga jannat, Xitoy zindonlarida yashayotgan vatan o'g'lonlari va ularning oila tavobatlariga sabr toqat, chidam, g'ayrat tilandi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Robiya Qadri xonim hayit arifasida radiomiz ziyoratini qabul qilib, Uyg'urlarning jumladan butun dunyo musulmonlarining Qurbon hayitini qutlash bilan birga kommunist Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga qaratgan diniy bostirish siyosatlarini qattiq ayiblagan. Yaqinda Xotan viloyati Qarqash noyisining To'xola yezisiga qarashli To'xola kenti partiya yachekisi bilan aholi komiteti uqtirish chiqarib, mujohid, muslima, sayfidin qatorliq 10 xil islomiy ismlarni bolalarga qo'yishni cheklagan. Qarqash noyisiga qarashli To'xola yeziliq saqchixona bu vaqtdagi ishki uchurning tafsilotini oshkorlashni rad qildi. Biroq yeziliq siyosiy qonun ishxonasining oqinimlarga maxsus yig'in ichib, bu vaqtda aniq uqtirish qilganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, bu xil cheklash Xotanning boshqa joylarida o'xshash yo'lga qo'yilgan. Niya noyisining ma'lum kentidagi Uyg'ur ayol ziyoratimizni qabul qilib, bu xil uqtirish borligini dalilladi. U kent soqchilarining buyrug'i bilan Muslima ismli qizining ismini yo'tkashga majbur bo'lganligini bildirdi. 18-sentabr Oqsuning Boy noyisida yuz bergan to'qinishda 40 dan ortiq odamning o'lgan va yaralanganligi ma'lum bo'ldi. Shu kuni sahar soat 3 mezgilda Oqsuning Boy noyisida bir guruh kishilar Terak bozoriga qarashliq So'g'an ko'mirkanining kan soqchilari va kan xo'jayinlariga hujum qilgan. Soqchilar va yerlik omida egallashimizcha vaqada 5 nafar soqchini o'z ichiga olgan 40 dan ortiq odam o'lgan va yaralangan. Vaqa yuz berganiga bir hafta bo'lgan bo'lsa-mu, doiralar vaqani ta hozirgacha axborotga oshkorlamagan va yoki vaqa sodir qiluvchilarni tutamagan. Angliya Moliya vazirining Uyg'ur eli ziyarati jarayonida iqtisodiy manfaatning kishilik huquqning ustiga qo'yganligi ayblashga uchradi. Angliya Moliya vaziri George Osborne 23-sentabr Uyg'ur elining markaziy Urumchida ziyoratda bo'lgan. Uning ziyoratidan keyin e'lon qilingan bayonotda Angliyaning Urumchi jumladan butkul Shinjongning taraqqiyotini muqarrar qo'llaydiganligi bildirilgan. Halbuki Angliya Moliya vaziri yozma bayonotida Osbornening Uyg'ur elidagi kishilik huquq masalasini tilga olganligi haqida hech narsa demagan. Angliya Moliya vazirining Uyg'ur eli ziyorati Uyg'urlarga qaratilgan milliy diniy zulmlar toza avjiga chiqqan. Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtay atalmış bölgünchilik jinoyati bilan ayblanib, muddatsiz kesilganiga naq 1 yil to'shqan mezgilga to'g'ri kelgan edi. Fransiya agentligida naql qilinishicha, bu vaqtda to'xtalgan xalqaro kechirim tashkiloti Angliya bo'limining direktori Kate Allen Osbornening Ilhom To'xtay delosini o'tirg'i qo'ymasligi Angliya kishilik huquq qimmat qarshi masalasida murassa qilishga rozidek signal berdi degan.
Amerikada resmi devlet ziyaretini başlaştan burun 22 sentabr Seattle şehriga tushgan Xitoy raisi Xi Jinping zo'r qarshilik namoyishlarga duch keldi. Seattle'dagi qarshilik namoyishlari 22 va 23 sentabr o'xshash shaklda davom qildi. Xitoydagi kishilik huquq dafsandichiligiga qarshi namoyish qilib chiqqan 100 dan ortiq kishi orasida Tibet, Falun Gongchilar ko'p salmoqni egalladi. Xitoy prezidenti 24 sentabr kechda Amerika poytaxti Washingtonga yetib keldi. 25 sentabr Uyg'ur, Xitoy, Tibet tashkilotlari Oqsaroy oldida zo'r ko'lamli namoyish uyushtirib, Xitoyning bostirish siyosatiga qarshilik bildirdi. Namoyishchilar Xitoyning Uyg'ur eli, Tibetdagi qattiq qo'l siyosatini aybladi va erkinlik talab qildi. Namoyishda yana Xitoyning mahbus, Falun Gong muridlarining ishki organlarini majburiy ko'chirish qilmishlari ayblandi. Möhtərəm televizor köygüçülər yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının həftəlik xəbərlər proqramısını gördüңlər. Kelər həftə görüşkücə aman bolаңlar. Xeyri xoş.